juda ko'plab yuzlarimizni hid qilamiz. Yuzimga ajin tushyapti, dog' tushyapti, sochlarimiz gullayapti, sochim sinuvchan, sochim to'kiluvchan bo'lib qoldi. Sochlarimizga ham alohida parvarish kerak. Bizda salon seriyasi bor. Salon seriyasi eng qimmatbaho seriyalarimizdan bittasi. 10 keratin sochni ham yaltiratib, ham vitamin bilan boyitib beradi. Sochni sinishini, sochni to'kilishini, sochga har bir tolalari vitamin bilan boyishini va yaltirashiniga yordam beradigan seriyalardan bittasi. Boshinglarni yuvib bo'lganingizdan keyin quritishdan oldin bu sprey sepasizlar, sochingizdan shunday zo'r hid keladi, ifor keladi va undan tashqari sochinglar taralishga ham oson bo'ladi. Va haftada 2 marta yuzga maska qilgandek, bu yerda soch ham maskalari bor. Maxsus mana bu shapichkali maska boshingizga kiyib olasizlar, kiyib olganingizdan keyin 10-15 minut turadi. Shunday yetsanglar sochinglar rahmat, senga soch bo'lganim uchun rahmat deydi. Sraz sezasizlar, sochlar mayin, yumshoq, ham tolalari ham boshqacha bo'lib qoladi va shuni haftada 2 marta ishlatadigan balzami ham, maskasi ham bor, bunaqa maxsus.